Mustaqil tadqiqot loyihalari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida tasdiqlangan yo'qotishlar soni 500,000 kishiga yaqinlashmoqda. Bu raqam faqat ochiq manbalar, ta'ziya xabarlari va rasmiy ro'yxatlar asosida aniqlangan holatlarni qamrab oladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haqiqiy yo'qotishlar bundan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Ekspertlar orasida umumiy yo'qotishlar 1 million kishiga yaqinlashgani haqidagi baholar ham tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Million kishi bu shunchaki raqam emas. Bu iqtisodiyotdan bir vaqtning o'zida 100 minglab muhandislar, haydovchilar, shifokorlar, o'qituvchilar, quruvchilar va boshqa mutaxassislarning chiqib ketishini anglatadi. Bu esa mehnat bozorida uzoq muddatli kadrlar tanqisligini keltirib chiqaradi. Urushning ijtimoiy oqibatlari ham katta. Har bir halok bo'lgan insonning ortida ota-onasi, turmush o'rtog'i, farzandlari va yaqinlari qoladi. Natijada millionlab odamlar bevosita yoki bilvosita urush ta'sirini his qiladi. Mutaxassislar yana bir muhim omilga e'tibor qaratmoqda. Urush boshlanganidan keyin mobilizatsiya, sanksiyalar va iqtisodiy noaniqlik sababli Rossiyadan 1 milliondan ortiq odam chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ular orasida IT mutaxassislari, olimlar, muhandislar, tadbirkorlar va yuqori malakali kadrlar salmoqli o'rin tutadi. Shu tariqa frontdagi yo'qotishlarga inson kapitali oqimi ham qo'shilib, mamlakat demografiyasi, mehnat bozori va iqtisodiyotiga uzoq yillar davomida ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan 2 karra bosimni yuzaga keltirmoqda. Birga ketayotgan edi turk, fors, arab va yunon. Bir saxovatli inson ularga bir tanga berdi. Shunda fors dedi: "Bozorga boraylik, angur sotib olaylik." Arab esa darhol e'tiroz bildirdi: "Yo'q, men angur emas, eynab xohlayman." Turk ham gapga aralashdi: "Nima uchun bahslashasizlar? Yaxshisi uzum olaylik." Yunon esa hayron bo'lib dedi: "Yo'q, stafil sotib olib yeylik." Shunday qilib, ular bir qarorga kela olmay tortishib ketishdi. Hatto bir-birlari bilan janjallashib qolishdi. Holbuki ularning har biri bir xil narsani, uzumni nazarda tutgan edi. Faqat har kim uni o'z tilida aytgandi. Bilmaslik ularning qalbida g'azab uyg'otdi. Do'stlik o'rnini adovat egalladi. Agar ular orasida ko'p tillarni biladigan dono kishi bo'lganida, u bitta so'z bilan hammasini yarashtirgan bo'lar edi. U shunday derdi: "Tangangizga hammangiz istagan narsani sotib olaman. Sizlar turlicha nom aytyapsizlar, lekin istagingiz bitta." Nodonlarning so'zi urush keltiradi. Donishmandning so'zi esa birlik, tinchlik va totuvlik olib keladi. Bu mashhur hikoya Mavlono Jaloliddin Rumiyning Masnaviy asaridan olingan bo'lib, uning asosiy g'oyasi ko'plab nizolarning sababi maqsadlar har xilligi emas, balki bir-birini tushunmaslikdir.